Hammaga assalomu alaykum. Yana efirda men Arslonbek. Xo'p, bu safar 2 marta salom berimman. Sabab asablar buzilyapti. Yomg'irli kun, yomg'ir menga yoqadi. Hammaga Allohning rahmati bo'lsin. Ertalabdan bugun o'tiribman. Bu eshikda kovrik qo'yib qo'yganman, kovrik oyoq artadigan. Buni pol artadigan dejurniyda turibdi mana shu yerda, tinmayapti. Aka keldi-da shunday mana shu yergacha keldi, mana shu yergacha kelib, stolimdan turib ko'rishdi, mana shu turib ko'rishsam, aka deydi. Oyog'ini ham artmasdan kirib kelyapti-da, shunday oxirigacha kelib turib, shu yerda deydi, Abisovga g'isht sotarmidi deydi. Bet aka apteka devorgim kelib ketdi. Qani biranta bir Abisovga bir sinib qolgan g'ishtni burchagi ham yo'q, mana shu yerda polni bu bino ham g'ishtda bo'lmagan hatto mana shu gipsagardon hamma yog'i. Uni Abisovga g'ishtni mashina ko'rib pop cheki deydi aka. Shuni ko'rib pop sotadi deyapti. Men aka dedim, "O, nariyada sotardi, uni ham apteka olib ketgan" dedim. Mana shu yerga kirib so'rang dedim. Keyingi odam ham bopladi mana shu. Shuni mana shu yergacha kirib ko'rishib, men bilan mana shu eshiklarning oldiga kelib turib, analarni ko'rib turib, aka deydi, mana shu velosipedni mana shu yerda turib tursin. Men hop parkingga kirib chiqay dedi. Shuni janavar eshikni ochib turib, aka men velosiped turib tursin, men kirib chiqaveraymi? Deyishni bilmaydim. Yomg'ir mana hamma yo'qloy. Mana kovrigimiz yangi turibdi mana, birov ishlatmayapti ham. Eshik xuddi kir bo'ladigandek surib qo'yib turib, loya bilan bosib kiradi-da mana. Bechara pollata dejurda turibdi, ishda kirganni so'kinib. Aka dedim, bemalol kirib chiqavering dedim. Parkingga o'ziga ham qo'ysa bo'ladi-yu, parkingga qaqda-yu, velosiped qaqda, birov uyga qo'yib kelavermas velosipedni dedim. Uchinchi odam kirdi-da, uchinchi odam kirib turib uzr dedi, u artdi lekin, u artdi-yu, uzr, uni ham oyog'i anaqa artsa ham ketmas ekan, astodi loy oyog'i bilan u ham kelib turib, ko'rishib turib, "Akfa bormi desalarda, shu yerda" dedi. Aka dedim, biranta yozuvda mana Akfa degan yozuvni ko'ryapsiz. Unda biranta yoki bir joyda Akfa degan narsa bormi? Akfa u nariyada yonboshda desam, bu ham men bor uzr deb chiqib ketdi-yu, ham yo'qda rasvo qildi-da. Bitta ko'zim velosipedda, bitta ko'zim telefonda. Dedim, "Mana eshikda turibman, birov kirib qolsa, aka to'xtang, nima kerak sizga? Dorimi?" "O, dori nari betda, mana dori market apteka. Laboratoriya, mana laboratoriya maytda, to'xtang, paynetmi? Paynetda mana shu yonimizda. Bu avtobeza 17da, mana 4-maktab kerak bo'lsa, mana nariga o'tasiz. Mini marketlar mana shu tarafda, suzish havzasi shu tarafda, masjiddan mana shu tarafda deb, masjidda turibman endi haligi bitta jezilab olsam bo'lar ekan, anaqa strelkalar bilan yoki hali qalin ayiqni kiyimini kiyib olsam, mana mayka turib olaman qo'limda palka bilan. O'zimning kayfiyatim chata, lekin sizlarning bir kayfiyatlaringizni ko'taray dedim-da. Salomat bo'lasizlar, keyingi efirgacha.